Hindistonda davolangan tasqara 3000 kilometr uchib O'zbekistonga yetib keldi. Hindistonning Madhya Pradesh shtatida jarohatlangan holatda topilib, davolangan tasqara qariyb 3000 kilometr bosib o'tib, O'zbekistonga yetib keldi. Bu haqda The Tribune India xabar berdi. Mazkur qush 2025-yil 19-dekabr kuni Vidisha shahridagi Sironj munitsipalitetida jarohatlangan holda topilgan. U shtatdagi kalxatlarni muhofaza qilish va ko'paytirish markaziga olib kelinib, maxsus dastur doirasida muolaja qilingan. Tasqara to'liq sog'aygandan so'ng 23-fevral kuni Madhya Pradesh shtati bosh vaziri Mohan Yadav tomonidan Raysen okrugidagi tabiatga qo'yib yuborilgan. Qushning harakatini va migratsiyasini o'rganish maqsadida Van Vihar milliy bog'i mutaxassislari unga GPS tracking moslamasini o'rnatgan. Kuzatuv ma'lumotlariga ko'ra, qush qo'yib yuborilgandan so'ng qariyb 1 oy davomida hududda qolgan. U 10-aprel kuni Raysen okrugidagi Halali to'g'onidan uzoq masofali parvozni boshlagan. Shu tariqa Rajasthan shtati, Hindiston, Pokiston va Afg'oniston hududlarini kesib o'tib, 4-may kuni O'zbekistonga yetib kelgan. Rasmiylarning ta'kidlashicha, ushbu holat shtatda amalga oshirilayotgan tasqaralarni muhofaza qilish dasturining muvaffaqiyatidan dalolat beradi. Tasqara Osiyo, Yevropa va Afrikada uchraydigan eng yirik kalxat turlaridan biri hisoblanadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: daryo.uz sayti.